Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda kanalimiz obunachilari. Bugun Qur'on mo'jiza kanalimizda yer va fazoning diametrlari haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz. Video avvalida siz azizlardan videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Biz esa videoni boshlaymiz. Yer va fazoning diametrlari. Ey jinlar va insonlar jamoasi, agar sizlar osmonlar va yer hududlaridan o'tib ketishga qodir bo'lsangiz, o'tib ketaveringiz. Kuch qudratsiz sira o'tib keta olmagaysiz. Ar-Rahmon surasi 33-oyat. Yuqoridagi oyatda hududlar deb tarjima qilingan arabcha so'z aqtordir. Bu diametr degan ma'noni anglatuvchi qutur so'zining ko'plik shaklidir. U osmonlar va yerning ko'p diametrlari borligini anglatadi. Arab tilida ishlatilgan so'zning shaklidan uning birlik, ko'plik yoki ikkilik shaklida ishlatilganligini aytib berish mumkin. Shuning uchun bu yerda ishlatilgan so'zning shakli ko'plik bo'lib, u yana bir mo'jizaviy ma'lumotni nazarda tutadi. 3 o'lchovli jism u faqat bekamu ko'st sharsimon bo'lgandagina bir diametrli bo'ladi deyish mumkin. Diametrlar atamasi faqatgina nosimmetrik, lekin asosan sharsimon shaklni bildiradi. Qur'onda tanlangan diametrlar so'zi yerning geoid shakli haqida alomat berishi nuqtai nazaridan juda ahamiyatlidir. Oyatdagi ikkinchi diqqatga sazovor mavzu yer va osmonlarning diametrlar jihatdan alohida eslatib o'tilganligidadir. Albert Einsteinning umumiy tortishish nazariyasiga binoan koinot kengayib bormoqda, lekin bu galaktikalar va boshqa samoviy jismlar kosmosda to'zig'ib yuribdi degan ma'noni anglatmaydi. Bu kosmosning kengayotganligini va galaktikalar orasidagi masofa o'sayotganligini anglatadi. Ar-Rahmon surasining 33-oyatidagi osmonlar hududlarining ta'rifi kosmosning sharsimon strukturadan iborat ekanligini ko'rsatadi. Alloh hammadan ko'p bilguvchidir. Shu yo'sinda kosmosning diametrlari kosmosdagi turli nuqtalardan olib qaralganda turlicha bo'ladi. Demak, muntazam kengayib borayotgan kosmosning diametrlari ham farqlanib boraveradi. Mana shu nuqtai nazardan chegara, hudud ma'nosini anglatuvchi so'zning ko'plik shaklida ishlatilishi donolik timsolidir va bu ham Qur'onning hamma narsadan xabardor Parvardigorimizning vahiysi ekanligidan nishonadir. E'tiboringiz uchun rahmat.